Bozorlik qilib kelib berasizmi? Ha, kecha men senga pul berdim do'kondan kerakli narsani olib chiqqin deb. Olib chiqmadingmi? U bergan 200 ming so'mingizga nima ham beradi? Kerakli bo'lgan narsani olib chiqib turgan, yetmagani bo'lsa men o'zim olib chiqib beraman senga. Qachon biz ham odamlarga o'xshab bundoq bir yaxshi narsalaymiz? Go'shtlarni xilma-xili chiqib ketgan, bilasizmi? Rulet, qazi, sosiska, indeyka qanchasi bor? Qachon yemiz biz ham bundoq bir yaxshi narsalarda? Ha, bo'p qolar, azina sabr qilgan, men ham harakat qilaman o'sha narsaga. Sizni bu yalqovlanib turishingizda hech qachon bo'lmaydi. O menga qara tushunmadim. Tiling chiqib qoptimi sani? Chiqadi deb haqiqatni gapiryapman. Ming la'nat bo'lsin sizni uchratganimga, sizga tegganimga. Nima deyapsan? Yashamayman men siz bilan boshqa. Senda o'zi bir ayolning iffati degan narsa bormi? Erga itoat qilish degan narsa bormi? Kelganimda yaxshi gapirib, yaxshi kutib olasanmi meni? Qachongacha menga mana bunaqa tilingni ikki qarich qilmoqchisan? Menga qarang, men sizga tegib o'zim nima ko'rdim? Ustimlik kiyimimni qarang, qachon edi olganim? Даже salonga ham pul bermaysiz, xarajatlarimni qilmaysiz, hech qanaqa aytganimni qilmaysiz. Qaytib bu uyga qadamingni ham bosmagan, sen men uchun o'lgansan, yashamayman sen bilan. Sendagi xotin chalish qo'lidan hech qanaqa ish kelmaydigan ahmoq er bilan yashaganimdan ko'ra yashamaganim yaxshi. Erki. Yaxshimisan? Rahmat. Nima u sening bilan? Yashamayman deyapsan.